Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Bિلен Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligini yana bir qatim qattiq ayblab, Amerikaning Xitoyning bu xil qo'rqinchli kishilik huquq dafsanchiligiga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Bિلен yana Amerika shirkatlarini Sharqi Turkiston bilan savdo aloqasi qilmaslikka chaqirib, savdo aloqasida bo'lgan bir qism shirkatlarning majburiy emgak bilan bo'lgan munosabati sababli ayblashga uchrayotganligini ta'kidlagan. Bિلен bu so'zlarni 11 aprel yakshanba kuni Amerika NBC televiziya kanalining axborot bilan uchrashish haftalik programmasining ziyoratini qabul qilganini bildirgan. Bિلен so'zida yana Amerikani o'z ichiga olgan dunyodagi har qaysi hukumatlarni konkret harakat qilinib, shirkatlarning Xitoyga Uyg'urlarni bostiradigan mahsulot yoki mulozimat bilan ta'minlamaslikka kafolatlik qilishga chaqirgan. Bિلенning aytishicha, Amerika Beijing qishliq olimpikni boykot qilmaslikka texnik qaror bermagan. O olimpikga yana bir yildek vaqt borligi, hozir diqqatini nuqtali holda ittifoqdoshlari bilan maslahatlashish, ularning fikrini elish va andishalarini anglashga qaratganligi, hozir bir qarorga kelishning boldurlik qiladiganligini bildirgan. Yaqindan buyon majburiy emgak masalasi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'adi. Dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar konkret tadbirlarni qo'llanib, shirkatlarning mas'uliyatini surishti qilishga boshladi. Mushundaq bir mezgilda Fransiyada 3 chong ommaviy tashkilot birlashib, xalqaroliq 4 chong markani Uyg'ur majburiy emgagidan foydalanish va shu orqali Uyg'ur qirg'inchiligini qo'llash bilan ayblab sudga arz sungan. 12 aprel Çeriklikka qarshi turish guruhi Sherpa Pakis kiyim-kechak harakatining Fransiya tarmoqi bo'lgan Axloq ommaviy tashkiloti va Yevropa Uyg'ur instituti bu vaqtda maxsus muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan. Muxbirlar e'lon qilgan yig'inga har qaysi davlatlarning vakillaridan boshqa yana Uyg'ur masalasini Fransiyada kun tartibga akilishda muhim rol o'ynayotgan Yevropa parlamentining a'zosi Rafael Glucksmann va bu arizni ustiga olgan fransiyalik donliq advokat William Bogdon qatorliqlar qatnashgan. Yevropa Uyg'ur institutining mas'uli Denlo Rayhan xonim shohidlarning guvohligi bilan sunilgan bu arizning tekshirilishi amdi Fransiya soqchilarining vazifasiga aylanganligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Joe Biden Ramazonlik tabrik uchurida "Men Xitoydagi Uyg'urlar, Bermadagi Arakan musulmonlari va dunyodagi musulmonlar jamoatining kishilik huquqini davomli qo'g'dayman" dedi. Joe Biden Ramazon oyining boshlanish munosabati bilan e'lon qilgan uchurida "Ayolim jim ishkimiz Amerika va dunyodagi musulmonlar jamoatiga chin ko'nglimizdan tabrik va tilaklarimizni yo'llaymiz. Ramazon muborak bo'lsin" dedi. Biden mundaq deb ko'rsatdi: Musulmon Amerikaliklar davlat qurilgan kundan boshlab davlatni beyitdi. Musulmonlar vaksinani taraqqiy qildirishda bosh rol o'ynab va sahiya xizmatchilari sifatida oldingi saflarda turib, bizning COVID-19 ga qarshi kurashlarimizga yetakchilik qildi. Tayvan Xitoyning 25 kurashchi ئايروپىلان bilan ھاۋا بوشلۇقىغا دەخلى تەرۇز qilganligini e'lon qildi. Bu Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Bિلен Xitoyni Tayvan haqida ogohlantirgandan keyin yuz berdi. Tayvan doiralari bu ئايروپىلانlarning Tayvanning g'arbiy janubidagi havo tavalligiga uçganligini, ularni qo'g'lab chiqarish uchun Tayvanning urush ئايروپىلانı va havo mudofaa sistemasini harakatlantirganligini bildirdi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, bu vaqa Bિلен Xitoyni Tayvan haqida ogohlantirgandan keyin yuz bergan. Bિلен yakshanba kuni Beijing hukumatining Tayvanga qaratgan tajovuzchilik pozitsiyasi va Tayvan bo'g'izida kunsiri kuchayotgan jiddiylikning kishini andishiga soladiganligini aytdi va ularning Tayvanga bergan va'dasida turib, rayonning tinchligi va bexatarligiga kafolatlik qiladiganligini ta'kidladi. Yevropa İttifaqı Xitoydan import qilingan alyumin mahsulotlariga qo'shimcha tamojna beji ilishni qaror qildi. Xitoydan kelgan alyumin mahsulotlarini import qilishga vaqtli qarshi turish beji ilish qarori Yevropa İttifaqı rasmiy gazetida e'lon qilindi. Buningga asosan Xitoydagi alyumin ishlab chiqarishda ishlatiladigan xam ashyo, energiya va emgak kuchining erkin bozor sharoitining natijasi emasligi va ommaning aralashishining ta'siriga uchraganligi uchun bu mahsulotlar 19,3% dan 46,7% gacha vaqtliq monopolga qarshi boj nisbatiga uchraydi.
Beryozildagi Yevropa Alyumin nomli sanoat jamiyati Yevropa İttifaqı komitetiga Xitoyning nomuvofiq savdo qilmishlari haqida arz sungan edi.